Assalomu alaykum, hurmatli dehqonlar. Biz shundan beri juda ko'p dehqonlarimiz, ya'ni o'sha Agro Alisher muxlislari, dehqonlari o'sha telefon qilishib, shu aprel-may oyiga qanaqa urug'lar ekishlikni maslahat berasiz deb telefon aloqaga chiqishyapti. O'sha, ya'ni aprel-may oyi degani bu o'sha issiqqa, quyoshga chidamli yaxshi navlardan so'rashyapti. Albatta o'sha mavsumlarimizga urug'larimiz bor. Bu o'sha ochiq dalaga, ko'proq ochiq dalaga so'rashyapti. Ochiq dalaga effekt navli urug'imiz, legend navli urug'imiz va almira navli urug'larimizni o'sha ochiq dalaga ham, keyin o'rtangi qilib o'sha aprel-may oyidagi issiq xonalar, холодный issiq xonalarimizga ham eksangiz bo'laveradi. Chunki bu o'sha sinovdan o'tgan, hosildorligi bilan o'sha quyosh issiqligiga chidamli, o'ta ildizi baquvvat bo'lgan navlarimizdan biri. Bularni bemalol o'sha ochiq dalaga ham o'rtangi qilib o'sha issiq, холодный issiq xonalarga ham eksangiz bo'laveradi. Endi yana bir Prado va Rembo va Milan navlarimizni ham mana Prado va Milan va Rembo navlarimizni ham, bu navlarimizni o'sha dekabr, yanvar oyida ham, erta bahor o'sha mart oyida va aprel-may oylariga ham mo'ljallangan bemalol ekaverasiz. Issiqlarga, o'sha quyoshli issiqlarga chidamli, hali o'ta baquvvat, qalin bo'luvchi o'sha Milan, Rembo, Prado navlarimizni ham eksangiz bo'laveradi. O'sha o'rtangi qilib. Lekin холодный issiq xonaga ekasiz bularni. Milan, Prado, Remboni faqat холодный issiq xonalarga ekasiz. Ochiq dalaga bo'lmaydi bu navlarimiz. Ochiq dalaga effekt, almira va legend navlarimizni bemalol ekaverasiz. Aloqaga chiqavering. Asha ekranlarimizda ko'rinib turgan telefon raqamlarimizga bemalol aloqaga chiqavering. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib jo'natib beramiz. Va o'sha voha, vodiy qaysi tomonlar bo'lsa, o'sha mana shunaqa agroaptika urug'chilik do'konlar bo'lsa ham, o'sha urug'chilik agroaptika do'konlarimiz bilan ham hamkorlik qilaveramiz. Mana shu urug'larni yetkazib beraveramiz. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'sha laykni bosib omil bo'lib qo'ying. Mana shunaqa agroaptika tanish o'rtoqlaringiz, oshna og'aynilaringiz bo'lsa, o'shalarga ham tashlab qo'ysangiz, shular ma'lumotlarni bilishib oladi. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.